15-asr Markaziy Osiyo hududida siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan ulkan o'zgarishlar kechayotgan davr. Mavara-un-Nahrda Temuriylar sulolasi hukmronlik qilayotgan bir paytda tarixni yozma manbalarda mustahkamlashga ehtiyoj paydo bo'ladi va shu davrda yashagan olim va muarrix Sharofiddin Ali Yazdiy Zafarnoma asarini yozadi. Asar nafaqat Amir Temur hayotining yorqin tarixiy manbai, balki O'rta asr Sharq ilmiy va badiiy tafakkurining buyuk namunasi hisoblanadi. Sharofiddin Ali Yazdiy ilmiy bilimlar sohasida yetuk mutaxassis, faylasuf, tarixchi va adib bo'lgan. U Yazd shahrida tug'ilgan, so'ngra Temuriylar saroyiga taklif etilgan. U ziyoli oilada o'sib fors, arab, tarixshunoslik va falsafa sohasida mukammal bilim olgan. Zafarnoma asari 1424-1428 orasida Temuriy Mirzo Ibrohim Sulton buyurtmasiga binoan yozilgan. Muallif har bir voqeani nafaqat tarixiy asosda, balki falsafiy va axloqiy nuqtai nazardan talqin etadi. Bugun biz Sharofiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asariga ilmiy nazar tashlaymiz. Uning tarixi, mazmuni va jahon tarixidagi ahamiyatini tahlil qilamiz. Sharofiddin Ali Yazdiy Temur hayotining boshlang'ich davrini tasvirlaydi va bu davrda sohibqiron Amir Temur 14-asrda Mavara-Nahrni qay shaklda ko'rdi? Mavara-Nahr juda tarqoq, parokanda holda bo'lgan siyosiy jihatdan va ana shu davrda o'zaro beklar o'rtasida taxt talashlar, urushlar bo'lgan hamda mahalliy zodagonlar ham taxtni egallash uchun kurash olib borganlar. Eng asosiysi esa Chig'atoy xonlari ham bu taxtga da'vogarlik qilganlar. Ana shunday boshboshdoqlik, tarqoqlik, parokandalik bo'lgan siyosiy vaziyatda sohibqiron Amir Temur tarixiy sahnaga chiqadi va Sharofiddin Ali Yazdiy uning harbiy faoliyatini bosqichma-bosqich aks ettiradi. Uni tug'liq Temur xon bilan bog'liq voqealari, demak 60-yillarda. Asar ikki qismdan iborat. Birinchi qismda Temurning avlodi, yoshligi va davlat qurilishi bo'lsa, ikkinchi bo'limda esa uning harbiy yurishlari, g'alabalari va davlat boshqaruvi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tilgan. Sharofiddin Ali Yazdiy Zafarnomasi nafaqat jangnoma turkumidagi jangnoma janriga asar, balki men buni bir qomusiy asar deb ham bilaman. Sababi Yazdiy Zafarnomasida juda ham ko'plab faktik ma'lumotlarning boyligi, xilma-xilligi va ularni haqqoniy o'sha tarix yozilganligi bilan ajralib turadi. Yazdiy Zafarnomasi o'zida juda ham ko'plab bugungi fan sohalarining gumanitar yo'nalishlardagi ko'plab ma'lumotlar qamrab olgan. Jumladan Yazdiy Zafarnomasida siyosiy tarix, ya'ni politologiya, sotsiologiya, jamiyatshunoslik hamda mana shajarashunoslik, genealogiyalar, bundan tashqari tarixiy geografiya, xalqaro munosabatlar va hokazo juda ham ko'p mavzulari o'z ichiga qamrab oladi. Amakisi Hoji Barlos uni boshqa yurtga Amu daryodan o'tib ketishga chorlaganda, u qanchalik og'ir bo'lmasin, ana shu yerda qolib yurtiga, xalqiga, o'sha yerda parokanda, nochor holga tushib qolgan xalqlarni najot berishi maqsad qilib qo'ygan holda qolgani ularni yoritadi. Undan tashqari boshlang'ich davrda juda kam sonli askarlari bilan qanday kurashlar olib borgani beradi. Siyistonda bo'lgan janglarda majruh bo'lgan voqealarni keltiradi. Amir Husayn bilan bo'lgan juda chalkash munosabatlarni ham keltiradi.
boshida go'yoki do'st ko'ringandek janglarda qatnashgani, lekin taqdiri hal bo'ladigan katta janglarda Ilyosxo'ja bilan bo'lgan, masalan, janglarda uning chetga chiqqani, yolg'izlanib qolgan Amir Temurning 1365-yilda mag'lub bo'lgani voqealari ham keltiriladi. Asarning yozilishi Temuriylar sulolasining siyosiy qudratini mustahkamlash, uning hukmronligini huquqiy asos bilan tasdiqlash maqsadiga ham xizmat qilgan. Undan keyin uning masalan Qarshi qal'asida bo'lgan janglari, uning oz sonli qo'shinlar bilan qanday qilib ko'p sonli lashkarlarni yenggani voqealari batafsil bosqichma-bosqich ko'rsatiladi. Undan keyin uning 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik yurishlari ham keltiriladi. Uning janglarda qo'llagan harbiy mahorati ham kishini hayratga soladi. Ana shularni juda ajoyib tarzda bayon etgan. Asarning yaratilish davrida Temuriylar sulolasi faqat harbiy tomondan emas, balki ilm va ma'rifat bilan ham kuchli bo'lgan. Shuning uchun zafarnoma faqat bir shaxsning zafarlari emas, balki butun Temuriylar davlatining ma'naviy yuksalishi haqida hamdir. Muqaddimani o'qisangiz, nima uchun Yazdiy aynan shu muqaddima qismini zafarnomaga tarkibiga qo'shganiga sababi, Yazdiyni o'sha tafakkuricha, Yazdiyning nima deydi, fikricha Amir Temurdan ham oldin qancha turkiy sultonlar ham bizning yurtda bor bo'lgani va bular qancha misol uchun milliy qahramonlarimiz ham Amir Temurdan oldin ham bor bo'lgani, Amir Temur davlati yo'q joydan paydo bo'lgan emas, ya'ni bizda bu yerda qadimdan davlatchilik asoslari shu yurtda Turon zaminida bor bo'lganini o'ziga xos bir isbotlashga harakat qilganini kuzatishingiz mumkin. Meni to'lqinlantirgan tomoni o'sha muqaddimada aytilgan, masalan, Turkiston baxshilari, keyin munshiylarini yozuvlari, bitiklarini to'plagani, ularni keyin o'sha sohibqiron qanday holda buyurgan bo'lsa, qanday holda yozdirgan bo'lsa, ana o'sha holda to'plab, tekshirib zafarnomaga kiritishni buyurganligini bayon etgan qismlari meni chuqur hayajonlantirib, menga ta'sir ko'rsatgan. Muqaddimada mana shu ta'sirlangan qismlardan biri ayniqsa Sulton Jaloliddin Manguberdi hamda Temur Malikning jasoratlari haqida katta boblar tashkil qilgan muqaddimada. Buni nima uchun muqaddimaga shularni kirityapti? Ya'ni shu xalq qahramonlari ham shu zafarnomadek aziz bir mo'tabar kitobda ularning ham nomlari saqlanishi kerak va ular ham xuddi Amir Temur singari o'z vaqtida jasorat ko'rsatgani, ular ham o'sha Mo'g'ullar istibdodiga qarshi kurashganini, Amir Temurdan oldingi o'sha hayotlarini yozib o'tishga harakat qiladi. Temur Malikni ta'riflashda Yazdiy shunaqangi bir chiroyli iboralarni qo'llaydi-da. Agarki deydi, o'sha Shohnoma qahramoni bor, Rustam doston deymiz-ku. Ana shu Rustam tirik bo'lganida edi deydi. Ana shu Temur Malikning soyabonini ko'tarib yurardi, deyapti-da, qarang. Rustamdek pahlavon odam Temur Malikning jasorati oldida bir uning soyabonini ko'tarib turishga bir mulozim bir xizmatkor sifatida bo'lardi degan chiroyli bir badiiy obrazlarni keltirib o'tadi. Jaloliddin Manguberdini endi zafarli yurishlari, zafarli o'sha mardonavor urushlari haqida to'xtalib o'tib, uni go'yoki bir chiya bo'rilar ichida qolib ketgan bir arslon, bir sherga o'xshatadi-da. Yuragi ham uni sherdan bo'lgani, qudratli devlar bitta shaxsiy ichiga kirib olib, bir o'zi mardonavor jang maydonida harakat qilayotganini badiiy obrazlar bilan ifodalaydi. Sohibqiron 1370-yilda bilasiz, ana shu kurashlardan keyin birinchi navbatda u poytaxti qilib Kesh, hozirgi Shahrisabzni
mo'ljallagan edi. Lekin uning lashkarlarining ko'pligi, undan tashqari mamlakat shukuhi, azamatini inobatga olgan holda mamlakat poytaxtini Samarqandga ko'chirishga qaror qiladi. Amir Temurning harbiy yurishlari va davlat siyosati Markaziy Osiyoning geografik sharoitlari bilan uzviy bog'liq edi. Zafarnomada nafaqat yurtimiz, balki butun Yevrosiyo mintaqasini hududini qamrab oladi. Chunki bevosita Amir Temur o'zini yurishlari borasida juda ham bir uzoq masofalarga yetib borgan Amir Temur qadami. Jumladan mana shimolda hattoki mana Moskva o'lkagacha, Hindiston mana Dehligacha borganini bilamiz. Mana Usmonli turklar bilan bo'lgan janglar, Rum, u paytda Rum deb atalardi. Mana shu katta geografik hududda Amir Temurning qadam joylari yetgan va mana shu hududlar haqida zafarnomada juda ham ko'p, ya'ni boy ma'lumotlar berilgan. Bu ma'lumotlar nimalarda aks etgan? Birinchilardan mana geografiyaning mana gidronimlar bor, ya'ni suv manbalari, daryolar, chashma, buloqlar haqida ma'lumotlar bor va ba'zi daryolar o'sha paytdagi tarixiy viloyatlarning chegarasi ham hisoblangan. Misol uchun mana Mavaronahri deylik, mana Mavaronahri arab tilidagi daryoning narigi tomoni deb talqin qilinadi. Daryolar haqida to'xtalib o'tdik. Mana daryolardan mana Sirdaryo bo'yidagi shaharlar, ya'ni eslatib o'tilgan. Misol uchun Sirdaryo ko'p tarixiy manbalarda, shuningdek shu zafarnomada ham Sayxun deb keladi. Sayxun daryosini Xo'jandga kelib toki Toshkent oralig'igacha bo'lgan joylari, Sirdaryoning ushbu tarmog'i Xo'jand suyi deb ataladi. Ana shu Bobirnomada ham bu so'z ibora uchraydi va zafarnomada ham obi Xo'jand yoki Xo'jand suyi yoki obi Sayxun yoki Sayxun suyi deb ham kabi iboralar bilan Sirdaryoga nisbat berilgan. Zafarnomada geografik joylashuv va hududlarning strategik ahamiyati ilmiy asosda bayon etilgan. Amir Temurning markaziy hududi Mavara-un-Nahr hisoblangan. O'z navbatida Mavara-un-Nahr strategik jihatdan Ipak yo'li va savdo yo'llarini ham nazorat qilgan. Sirdaryoning irmoqlari, Chirchiq daryosi mana o'sha paytda Chir deb atalgan, ya'ni Chir suyi deb keladi, Jayxun deb keladi Amudaryo va Termiz hududidan o'tgan qismi Termiz suvi deb keladi. Amudaryo haqida yana bir qiziq ma'lumot bor. Zafarnoma va undan keyingi va undan oldingi manbalar ham buni tasdiqlaydi. Amudaryoning katta qismi Xazar dengiziga, ya'ni Kaspiyga quyilgan. Kaspiy dengizining o'zi ham Xazar dengizi deb atalgan. Bizning Orol dengizimiz esa Xo'jand yoki Xorazm ko'li deb atalgan o'sha paytda. Bundan tashqari juda ham ko'plab tog', daralar, dovonlar haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Mavronahrdagi tog'lardan tashqari yana Afg'oniston hududidagi tog'lar yoki mana To'xtamishxon bilan jang asnosida 1391-yilda hozirgi Dashti Qipchoq yerlari, ya'ni hozirgi Qozog'iston yerlaridan o'tib, u yerda bir Ulug'tog' degan bir tog' mavjud. Shu haqida ham to'xtalib o'tadi Yazdi va o'sha tog'da bir katta bir xarsang toshga Amir Temur o'zini shu yurishlarini, To'xtamish ustiga yurishlarini kitoba qilib yozdirib ketgan. Bu tosh hozirgi kunda Ermitajda saqlanyapti. Toshni qimmati shundaki, bunda Amir Temurni o'sha davrdagi yozgan o'sha bitiklardagi Amir Temurni bevosita nutqini eshitasizda. Amir Temur yurishlarini rejalashtirishda tabiiy sharoit ham asosiy omil bo'lgan. Hududdagi Sirdaryo va Amudaryo, tog'lar va cho'llar sohibqironga harbiy harakatlarda tabiiy to'siq bo'lgan. Sababi geografik sharoit Amir Temur yurishlari va davlat siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Asarda har bir hududning tabiiy xususiyatlari va aholining tarkibi ilmiy asosda bayon qilingan. Mana Rum yerlari deydi, ya'ni Rum sultonligi degan iboralar bor. Bu qayer? Bu hozirgi o'sha Turkiya hududlari o'sha paytda Rum deb atalgan. Ya'ni Rum undagi podshohlari Qaysar deb ataldi. Rum qaysari, masalan, Boyazid sulton Boyazidga nisbatan
Rum qaysari degan iboralanishadi, ya'ni Rum Sezari. Nima uchun? Chunki tarixdan bilamiz, Rim imperiyasi parchalangach ikkita yirik davlatga bo'linib ketadi. Bittasi shu Rimdagi, hozirgi shu Rimdagi o'sha katoliklar davlati bo'lsa, ikkinchisi sharqiy tomoni Rim ikkiga bo'lindi, g'arb va sharqqa bo'lindi. Sharqiy tomoni hozirgi shu Istanbul, Vizantiya deb ataladi. Vizantiya davlatiga o'sha paytda Rum deb atalgan. Ana shu yerlar, ya'ni bu Anadolu deydi, o'sha Turkiya hududlari va Eronning ba'zi bir Iroqlarning qaysidir qismlari juda ham katta imperiya, bu paytda Usmoniylar davlatiga qarashli edi. Rum podshosiga, ya'ni Sulton Boyezidga yozyapti-da, bizni hududdan bizni raqibimiz seni hududingga kirib ketib qoldi. O'shani bizaga qaytarsang yaxshi bo'ladi, chunki u bizda qancha jinoyatlar qildi, biz uni jazolashimiz, qonun doirasida jazolashimiz kerak deydi. Sulton Boyezid bir necha bor bu elchilarni ta'zib qilib, Amir Temurning talablarini bajarmaydi. Va oxir-oqibat ikkita davlat o'rtasida bu urush avjiga chiqib 1402-yil Anqarada o'sha mashhur Anqara jangi bo'lib o'tadi va bu yerda o'z-o'zidan Sulton Boyezid mag'lub bo'ladi. Mana shu voqeliklar Zafarnomada juda ham bir badiiy jihatdan, juda ham bir uni o'qisangiz shunaqangi bir odam bir berilib o'sha davrga kirib qoladi-da. Zafarnomani o'qigan sari xuddiki o'sha janglarda siz ham bevosita qatnashayotgandek tasavvur uyg'otadi. Amir Temur davlatining asosiy ustunliklaridan biri bu uning madaniy va ilmiy rivojlanishi ham bo'lgan. Zafarnoma asarida madaniy hayot, shaharlar, arxitektura va ilmiy markazlar haqida barcha fakt va voqealar ilmiy asosda bayon qilingan. Zotan madaniy sharoitlar Amir Temurning davlat siyosati va harbiy yurishlari bilan uyg'unlashgan. Amir Temurni nafaqat Movarounnahrda, yo uni poytaxti bo'lmish Samarqandda olib borgan o'sha bunyodkorlik, obodonchilik ishlari, balki o'sha Shahrisabzdagi, balki qadami yetgan yurtlarda ham demak o'sha bunyodkorlik ishlarini olib borganligi haqida juda kerakli, qimmatli ma'lumotlarni aynan Sharofiddin Al-Yazdining Zafarnoma asarida uchratishimiz mumkin. Men misol tariqasida keltirib o'tishim mumkin. O'sha 1399-yilda Sohibqiron Amir Temur Hindistondagi o'sha harbiy yurishlardan qaytishida niyat qiladilarki, Samarqandda ham bir jome masjidini qurdirsam deydilar. O'sha o'zini davridagi boshqa inshootlardan farqli bo'lishini bir niyat qilib, jome masjidini Samarqandda qurilishiga o'zlari ham tashabbuskor, ham u kishining farmonlari bilan mana shu bunyod etiladi. Men nima demoqchiman? Aynan Sharofiddin Al-Yazdiyning Zafarnomasida bu yerda qancha masalan ishtirok etgani, qanaqa qilib qurilish materiallaridan foydalanganligi batafsil mana shu yerda ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Shu bilan birgalikda men demoqchiman, mana eng katta muhtasham o'sha Shahrisabzdagi Oq saroyni qurilish jarayonlari, bu yerda o'sha ishtirok etgan nafaqat eronlik, xorazmlik yo boshqa yurtdagi ustalar, o'sha yuqorida men aytib o'tgan qurilish materiallari haqida, o'sha jarayonlar haqida ham demak batafsil ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Zafarnomadagi madaniy qism Amir Temur davrining shaharlari, ilmiy markazlari va badiiy hayotini kengroq tushunish imkonini beradi. Samarqand va Buxoro ilmiy va madaniy markaz sifatida rivojlangan, Shahrisabz esa Amir vatani sifatida madaniy merosni namoyon qilgan. Mana Amir Temurning ma'naviyati deymiz, aynan Zafarnomada Sharofiddin Al-Yazdiy o'sha Amir Temurning ichki kechinmalari, o'shaning ruhiyatlari qanday kechganligi, ayniqsa mana tarixdan ma'lum hammamizga, mana shu janglarda Amir Temurning farzandlari doimo eng avangard deydi, old qismda bo'lishgan. Ko'plari mana farzandlari, o'sha nabiralari demak jang maydonida masalan halok bo'lgan. Ana shu jarayonlarda Amir Temurning qalbidan kechgan jarayonlar. U ham hukmdor bo'lgani bilan inson,
u ham mana shu yo'qotishlarda haftalab, masalan, hech kim bilan uchrashmay, o'sha ko'ziga yosh kelib, mana shu jarayonda o'zini qanday his etganligini Sharofiddin Aliyazdiy o'zini Zafarnomasida asarida shunchalik bir tasvirlab beradiki, bu asarni o'qigan odam albatta qalbi bir larzaga kelib ketadi. Shuningdek, Zafarnomada miniatyura san'ati alohida yondashuv asosida yoritib berilgan, ya'ni miniatyuralarda Amir Temur yurishlari, harbiy harakatlari va qo'shin tarkibi ham aks ettirilgan. Bu tasvirlar orqali 14-asrning harbiy qurol va kiyim-kechaklari haqida aniq ma'lumot olish mumkin. Yana bir qiziq ma'lumot: Kamoliddin Behzodning Zafarnoma asaridagi san'ati alohida ahamiyatga ega. U chizgan miniatyuralar asarni alohida bezab turibdi. Sherali degan xattot Zafarnomani ko'chiradi, lekin uni 12 ta varog'i bo'sh qoladi. Mana shu bo'sh qolgan joylarga Kamoliddin Behzodga Sulton Husayn Mirzo mana shu joylarga rasm ishlang deydi. Endi mana Kamoliddin Behzod ishlagan rasmlar juda boshqacha bo'lgan, juda keng planda olingan. Birinchi, bu yerda Behzodning dahosi, mahorati namoyon bo'lgan. Ikkinchi, Behzod mana shu kichkina sathda qo'lyozmani nimasida Amir Temurni davrini buyukligini badiiy jihatdan ochib bergan. Qanday qilib ochib bergan? U yerdagi uni rasmlarda odamlar ko'pchilik qatnashadi. Keyin u yerda o'sha Amir Temurning kiyimi-ku, saroyi-ku, Amir Temur saroyi oldiga solingan chiroyli gilamlar, Amir Temur o'tirgan chodirni naqshi nigori, u yerdagi odamlarning kiyimlari, ko'rinishlari hammasini Kamoliddin Behzod juda mahorat bilan ishlagan. Demak, o'sha birinchi rasm Amir Temurning Balxdagi qurultoyini rasmi avvalgi rasmlarga nisbatan Kamoliddin Behzodning rasmlarida odamlarning ko'pligi, saroyning hashamati, dabdabasi, bu butun Mavaronahr aholisini eng nufuzli odamlar yig'ilgan, boshqa joylardan odamlar kelgan. Hammasi Amir Temurni Mavaronahr amir bo'lgani bilan qutlaydi va mana shundan keyin dadil aytish mumkin, Mavaronahrda Markaziy Osiyoda yangi uyg'onish, qurilish, yaratilish davri boshlanadi. Mana shuni ruhini Kamoliddin Behzod o'z miniatyurasida, miniatyuradagi odamlarning ruhida, ularni yaratuvchilikka intiluvchanligi, ularni kiyimi-yu boshqa hamma narsalarning go'zalligini tasvirlaydi. Zafarnoma asaridagi miniatyuralar Temuriylar davri musavvirlik maktabining yetuk namunasi sifatida keyingi asrlar miniatyura san'atiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Bu asar orqali kitob bezash, kalligrafiya va musavvirlik an'analari uyg'un tarzda namoyon bo'lib, O'rta asr Sharq san'atidagi kitob san'ati rivojini mustahkamlagan. Amir Temur harbiy faoliyat ham olib borgan va u harbiy daho edi. Amir Temur qancha jang olib borgan bo'lsa, birontasida yutqizmagan. Mana shu Amir Temur harbiy salohiyatini ham Kamoliddin Behzod o'z miniatyuralarida aks ettirgan va bu yerda 4 ta rasmda birinchi qal'aga hujum rasmi bor. Bu ham ikkita rasmdan iborat qo'shaloq rasm. O'sha yerda janglar, jangchilari, kiyimi, harbiy aslahalari, ularning ko'pligi, ularni hujum qilayotganlari shiddati, himoya qilayotganlari o'zini qurollar bilan himoya qilishi ochib berilgan va bejizga tarixchi G'iyosiddin Xondamir aytadiki, Kamoliddin Behzod rasmlarida oddiy narsalar ham jonlikdek tuyulardi deydi. Haqiqatda Kamoliddin Behzod o'z asarlarida odamlarning xarakterini, harakatini juda ham jonlik, ta'sirchan qilib ifodalay olgan. Bugungi kunda Zafarnoma nusxalari dunyo muzeylarida, xususan Tehron, London va Sankt-Peterburg qo'lyozma fondlarida saqlanmoqda. Ulardagi miniatyuralar o'zining noyob rang uyg'unligi va tarixiy estetik qimmati bilan hanuzgacha tadqiqotchilar diqqat markazida.
Amir Temurni o'sha obodonchilik, bunyodkorligiga Kamoliddin Behzod alohida ahamiyat bergan, e'tibor bergan. Undan oldingi kitoblarda matnda yozilgan Amir Temur Samarqandni obod qildi, jome masjidi qurdi, Keshda, Shahrisabzda Oqsaroy qurdirdi, o'zlari uchun daxma qurdirdi degan gaplar bordi. Lekin bular qanday qurilgani tasvirlangan emasdi. Samarqanddagi dunyodagi eng katta masjid bo'lgan jome masjidining qurilishini Kamoliddin Behzod ikkita rasmda tasvirlangan. Bu yerda Hindistondan kelgan fillardan foydalanilayotgani ham ko'rsatilgan. U yerda qurilish jarayoni, ustalar, mehnatkashlar shu paytgacha ko'proq rasmlarda podshohlarning rasmiy qabuli, ularning janglari bo'lsa, mehnatkashlarni Kamoliddin Behzod ularni yaxshi bilgan. Hirotda Navoiy qurilishlarda, Sulton Husayn qurilishlarda ishlagan quruvchilar bilan yaxshi tanish bo'lgan. Ana o'shalarning jonli portretlarini mana shu Samarqanddagi jome masjidining qurilishi degan ikkita rasmda tasvirlagan va sharq miniatyura san'atida bunyodkorlikni tasvirlashga birinchi yo'l ochgan odam bu Kamoliddin Behzod bo'ladi. Sharafiddin Ali Yazdiyni kitobini yaratilishi Sharq tarixnavisligida yangi davrni boshlab berdi. Sharq miniatyura san'atiga juda katta ta'sir qildi. Umuman mana shu kitobdagi voqealar, hodisalar, ularning ibratlikligi bugungi kunda ham namuna bo'lishi, O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazida kiraverishida ham 12 ta miniatyura, jumladan Kamoliddin Behzod va boshqalarning miniatyuralarini juda ulkan, katta o'lchamda qilib tasvirlanishi va miniatyura an'analarini hozirgi rassomlarimiz, jumladan Alisher Aliqulov, boshqalar davom ettirishi, Sharafiddin Ali Yazdiyni Zafarnoma asariga miniatyuralar ishlash, bu Zafarnomadagi voqealarni tasvirlash bugungi kunda ham shu Kamoliddin Behzod an'analari davom etayotganini ko'rsatadi. Zafarnoma asari 14-asrning Temuriylar tarixini aks ettiruvchi xronika sifatida yozilgan. Asarda Amir Temur qudrati va shaxsiyati ifoda qilinadi. Shu bois uning Sohibqiron deb nomlanishi koinot va yulduz ramzi bilan bog'langan. Ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki, bu nom tarixiy va madaniy jihatdan asosli hisoblanadi. Zafarnomada bir aytiladiki, qiziq narsa, masalan, Amir Temurni biz Sohibqiron deymiz. Nega Sohibqiron deymiz? Mana shu sayyoralarni bir-birini to'sishi bu qiron hodisasi. Qiron hodisasi. Shunda asosiysi Yupiter bilan Saturnni qiron bo'lishi, qo'shilib birlashishi. Shu 3 xili bor ekan. 20 yilda bular birlashar ekan. 240 yilda birlashar ekan va 960 yilda. Ana shu manbalarda yozishcha, birinchi katta qiroda Iskandar Zulqarnayn tug'ilgan. Undan 960 yil o'tgandan keyin bizning payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan. Undan yana 960 yil o'tgandan keyin Amir Temur yurgan. Shuning uchun Amir Temurni Sohibqiron deyishadi. Zafarnomada osmon hodisalari, yulduzlar, quyosh, oy va osmon jismlarining ta'riflanishi tasodifiy emas. Ular ko'pincha iroda ramzi, taqdir belgisi sifatida keladi. Masalan, asarda aytilishicha, har bir yirik harbiy harakat yoki yangi yurish oldidan osmonda turli belgilar kuzatiladi. Bu belgilar Temurning yurishlari muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishini ko'rsatgan. Bu holat o'sha davrdagi astronomik va diniy qarashlar uyg'unligining yorqin namunasidir. Mutaxassisimiz Zafarnomadagi samoviy hodisalarga doir qiziqarli ma'lumotni ham berib o'tdilar. Osmonda qiziq bo'ladigan hodisalar bo'ladi. Bular samoviy hodisalar bo'ladi. Hamma osmonni kuzatuvchilarni qadimdan qiziqtirib kelgan. Ana shu qiziqtiruvchi Zafarnomada samoviy hodisalardan bir 3 toifasi bor. Birinchisi sayyoralar namoyishi.
Mana osmonda sayyoralar bor. Bular yoritqichlar deymiz. Oy, Quyosh, Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter, Saturn. Bularni bir paytda ko'rib bo'lmaydi. Chunki bir tarafda yer orqa tarafida bo'ladi, old tarafda. Lekin astronomiya qonuni bo'yicha shunday bir davrlar bo'ladiki, ular hammasi bir tarafda bo'ladi. Ana shu bir tarafda bo'lganda sayyoralar namoyishi deyiladi. Bunda tushunish kerak emas. Bitta chiziqda sayyoralar joylashadi yoki bir tarafda bir tekislikda yo'q. O sayyoralar shu odam kuzatuvchiga nisbatan bir burchak ostida bo'ladi. Shunda qiziq bo'ladiki, 1127-yilda, ya'ni 12-asrda sayyoralar mezon yulduz turkumida birlashgan. Ana o'sha payt Chingizxon tavalludiga to'g'ri kelgan. Zafarnomada mana shu narsa qayd qilingan. Zafarnoma nafaqat tarixiy manba, balki ilmiy ahamiyatga ega yodgorlikdir. Asarda keltirilgan joy nomlari, tarixiy sanalar, davlat tuzumi, siyosiy munosabatlar haqidagi ma'lumotlar bugungi tadqiqotchilar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Uning yozilish uslubi Fors nasriy maktabida yangi bosqichni boshlagan deya olamiz. Sharofiddin Ali Yazdiy voqealarni nafaqat hujjatlar orqali, balki badiiy uslub bilan ham yoritgan. Shu sababli Zafarnoma tarix va adabiyotni uyg'unlashtirgan mukammal asardir. Keyingi ko'rsatuvimizda Amir Temurning xatlari, xalqaro munosabatlar va Zafarnoma asarini yoqilishining sabablari haqida to'xtalamiz.